adab axloq cho'qim oldi bilan Allah va Allohning rasuli bilan bo'lishi kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, biz o'tgangi darsimizda musulmon axloqi to'g'risida va musulmonninki adab axloqininki darajasining intayin yuqori bo'lganligi, buning bilan dunyo oxiratda katta martabalarga erishadiganligi to'g'risida muqaddimani bayon qilib o'tdik. Bugungi birinchi darsimiz musulmonninki Alloh va Allohning rasuli bilan bo'lgan adab axloqi to'g'risida to'xtalamiz. Chunki adab axloq cho'qim oldi bilan Alloh va Allohning rasuli bilan bo'lishi kerak. Adab axloqning eng katta va muhim bo'lgani og'zaki va amaliy bo'lgan islomiy adablarning hammasini o'z ichiga olgan. Uni tartiblashtirgan, uningga qiziqtirgan, uning ko'rsatmalari va tafsilotlarini bayon qilgani bo'lsa, Alloh va Allohning rasuli bilan bo'lgan adab axloqdir. Bu amaliyotda dinning hammasidan iboratdir. Shuning uchun buni keyingi darslarningki asosiy va axloqni tushundiradigan va mukammal amaliylashtirishga turtkusi bo'lish uchun darsimizning avvalida bayon qilishni muvofiq deb qaradik. Alloh taolo hammalarni go'zal axloq sohiblaridan qilg'ay. Adab ibodatni faqat Alloh uchun qilish. Ya'ni adabning eng birinchisi amal ibodatni faqat Alloh uchun qilish. Bu haqda Alloh bilan bo'lgan adabning eng kattasi bu bo'lsa Alloh taolaga ishonish, Allohni tonish, uning parvardigorligiga, go'zal ism sifatlarga va yolg'izla ibodatga haqliq ekanligiga ishonishning eng katta mevasidir. Chunki Alloh taolo bo'lsa hammaning egisi, tadbir qilguvchisi va tasarruf qilguvchisidir. Yaratish va rizq ato qilishda yakka yeganidir. Buningga o'z xalqidan hech biri shirik bo'lmaydi. Shuning uchun Allah o'zi yolg'iz ibodat qilishga haqlidir. Ibodatning hech bir turini kim bo'lishidan va martabasi qancha yuqori bo'lishidan qat'iy nazar Allohning g'ayriga sarf qilish to'g'ri bo'lmaydi. Mayli u eng yaqin farishta bo'lsin, yoki irodalik payg'ambar bo'lsin, yoki yaramliq avliyo bo'lsin, yoki boshqalarga foyda manfaat yetkazishga qodir bo'la olmaydigan tosh, daraxt, yulduz yoki boshqalar bo'lsin, o'xshashlar to'g'ri bo'lmaydi. O'zini musulmon deb atab qabrga cho'qinadigan, yaxshi kishilarning gumbazlari mazorlarga borib ulardan hojatlarini ado qilishni, foyda manfaat yetkazishni, balo qazo va ziyon yetishdan saqlashni talab qiladigan kishilar xato ish qilgan va Qur'on hadisning ko'rsatmasidan yiroqlab ketgan bo'ladi. Ular bu qilmishiga tavba qilishi lozim. Qabrda, mazarda yotgan o'liklar o'ziga hech bir foyda manfaat yetkazish yoki o'zidan ziyonni dafi qilishga ega bo'la olmaydigan tursa, o'zida bo'lmagan narsani qandoqmi boshqalarga yetkaza oladi? Bu Allohga shirik keltirishning eng kattasi hisoblanadi. Afsuslanarli ish bundaq botil amal va xato idea musulmonlar yashayotgan rayonlarga keng tarqaldi. Diniy aldamchilik, xurofotlik kishilar orasida keng tarqalib, inkor qilinmaydigan darajaga yetdi. Din nomidagi bir qism saxtpaz kazzablar bu orqali kishilarning mol-mulkini haqsiz yeyish, munkar ishlarni sodir qilishga jur'at qildi. Aqlida masala bo'lgan, hech narsaga ega bo'la olmaydigan jonsiz maxluqlarni kishilarga foydajan yetkazadi deb e'tiqod qilgan kishilarning holiga voy. Bu to'g'rida Alloh taolo mundaq deydi: "Innama ta'buduna min dunillahi awthana va takhluquna ifka innallazina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un." Oyatning qisqacha tarjimasi: Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar, butlarni o'z qo'linglar bilan yasab olgansizlar, butlarning qo'lidan foyda ziyon kelmaydi va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Vallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir."
Oyatning qisqacha tarjimasi: Allohni qo'yib cho'qinayotgan ma'budlaringlar qilchilik narsaga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni shirik qilganliklarini inkor qiladi. Mushriklarning va ularning ma'budlarining qiyomat kundagi ahvolini hech qanday bir odam sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Bu adabdan ilingan natijalar: birinchi, bu adabning ta'siri katta va oqibati maqtalg'uchi bo'ladi. Chunki ibodat oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, katta bo'lsin yoki kichik bo'lsin, buni faqat Alloh uchun qilish kerak. İxlasman abid oldida faqat Allohdan boshqani ko'rmasligi lozim. U kishi ibodat bilan Allohga yuzlanadi. Ibodatni Allohga xos qiladi. Ibodatni o'zining ixlosining ba'zisini yoki hammasini buzib o'tadigan ishlardan sap qiladi. Allah uchun bo'lgan bu samimiyat dinning eng katta asosi va mustahkam to'rigidir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Qul inni umirtu an a'budalloha muxlisan lahud-din." Tarjimasi: aytqinki, men dinni shirkdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Alloh taolo mundaq deydi: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ." Oyatning tarjimasi: ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Bu to'g'rida Qur'oni Karimda oyatlar intayin ko'p bayon qilingan. Ikkinchi, so'z harakatlarda riyodan yiroq bo'ladi. Bu ilgirki adabga agishidir. O'zida ixlosni, samimiylikni amaliyleştirgan kishining barliq so'z harakatlari mushu ixlos, samimiylik nuqtasidan sodir bo'ladi. Bu inson o'z oldida zohiriy ko'zi va basirat ko'zi bilan Allohdan boshqani ko'rmaydi. O'zining barliq so'z harakatlarida riyoni yo'q qiladi. Qilgan amallari bilan dunyo manfaatini yoki insonlardan birasining roziligini maqsad qilmaydi. Balki buning hammasi bilan Alloh taolaning roziligini istaydi va Allohning jamoliga musharraf bo'lishni maqsad qiladi. Kishilar o'zlarining niyat maqsadlarini, irodasini va amallarini xolis qilsa, riyodan va dunyolik manfaatlardan yiroq bo'lsa, bu ularning din va dunyolik ishlarining eng yaramli bo'lganligining katta sabablaridan biri bo'ladi. Uchinchi, shirkning va riyoning barliq ko'rinishlariga qarshi turish kerak. Chunki mu'min degan doim shirkning, saxtipazlik, aldamchilik, xurafatning barliq ko'rinishlariga butun tirishchanligi va kuch-quvvati bilan qarshi turishi lozim. Kishilarga buning batil ekanligi, aldamchilik va saxtipazlik ekanligini og'zaki amaliy harakat orqali bayon qilib berishi, hatto dinning hammasi Alloh uchun xolis bo'lganga va shirk fitni yo'qolganga qadar buningga qarshi turish kerak. Alloh subhanahu va taolo hammalarni buningga muvaffaq qilsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.